Diqqati holiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 29, 30 va 31 mart kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lardik. Ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling va videoni ko'rish davomida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29 martda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 30-31 martda asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 29 martda 18-23 daraja iliq. 30-31 martda 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 30-31 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 29 martda 20-25 daraja iliq. 30-31 martda 23-28 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29 martda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 30-31 martda asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 29 martda 18-23 daraja iliq. 30-31 martda 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 30-31 martda yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 29 martda 22-27 daraja iliq. 30-31 martda 24-29 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 30-31 martda asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 29 martda 17-22 daraja iliq. 30-31 martda 20-25 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29 martda yomg'ir yog'adi, baland tog'li hududlarda qor yog'ishi mumkin. 30-31 martda yog'ingarchilik ehtimoli kamayadi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 29 martda 10-15 daraja iliq. 30-31 martda 12-17 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.